Hey, to'yimiz bo'lganiga 5 kun bo'ldi. 5 kundan beri kira olmayman. Men sizga to'yimizdan oldin aytib bo'lganman. Biz er-xotin bo'lganimiz bilan bu hammani ko'ziga. Lekin xonamiz alohida bo'ladi deganman. Kallang joyidami sani? Ha? Nima deyotganingni bilyapsanmi? Erga tegish kerak emasdi unda. Eshikni ochmaysanmi? Yo'q. Ochmaysan, ha? Yaxshi. Unda eshikni buzaman. 1 Nima xohlaysiz? Sani. Alisher aka, siz qanaqa cho'maydigan odamsiz? Ha, shunaqaman. Nima qilishim kerak, ha? Gapir. Xo'p. Unda gapni qisqa qilaman. Bo'pti, siz aytgandek, eshik ochiq tursin. Men ichkarida yotaman. Siz umuman xonaga kirib, kravatda o'tirib yoki menga qo'lingizni uchini tekkizsangiz, 02 qilib militsiya chaqiraman.